o'zim tashab qo'yaman. Ha yo'q, ovora bo'lmang. Telefonlarni hammasini o'chirib qo'ygan. Nima qilishni bilmayapman. Qayerdan topishni bilmayapman. Bilaman, lekin shu yerda. Karina, siz bilasiz hamma narsani. Yaxshi ko'rmasangiz tegmasdingiz. Voy. Tushunmadim men seni. Nima tushunmaysan? Mana, maras. Agar mana shu bolalarim bo'lmaganida, sendek xotin bilan bir daqiqa ham yashamas edim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Kim, amiri ham yegin? O'g'il bolani kuchi ko'p bo'lish kerak. Qanday yaxshi odam-a. Dunyoda shunaqa uyim, joyim degan erkaklar ham bor. Qilishni bilish kerak. Lekin qo'lida afsus, menga unaqasi uchramagan. Zo'raqon qilarkansiz. Qaniydi menga ham bolamni ko'ngliga qaraydigan bir mard erkak uchrasa. Sen qilishing kerak, tushundingmi? Balkim bosib o'tgan yo'lim qaysidir qilgan xatolarimning jazosidir. Mayli. Ish qildirmayman. Xotinim qiladi. Alo? Alo. G'ayrajon. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Alo, opa. Eshityapsizmi? Yaxshi, rahmat. Alo. Yaxshimisan ukajonim? Sviyaz yaxshi emas, opa. Aloqa yo'q. Ha, alo, eshityapsanmi endi? Opa, Ha. Aliga telefon qilib bitta so'rang. Xo'p. Yer masalasi nima bo'ldi ekan? Ha, o'zing quvur. Jiyaning bo'lsa. Olasanmi, yo'qmi? Ali qayerda o'zi? Toshkentda u. Kelgan yana qaytib. Yo'q, keldimi? Ha, keldi. Menimcha, shu yerini olgani qaytdi. Mayli bo'lmasa, o'zim telefon qilib gaplashib ko'raman. Shunaqa qilgin. Nomerini tashlab qoling. Voy, qanaqa tog'asan, ukam? Raqamini yozib olmaganmiding? Yo'q, yozib olmagandim nomerini. Voy, bo'ldi, men senga tashlab yuboraman. Sendaqa tog'adan o'rgildim. Voy, tavba qildim. Uyalmasdan birovning uyida qolganingizni qarang. Sen uyalmayapsanmi? Senga kim bu uyning egasi? Bu uy egasimi? Menga o'zimni onamdek bo'lib qolgan. Shunda katta uylani mana menga ishonib, topshirib tashab ketganlar. Xo'p, demak, qaynonam uy ekan, begonaning uyi emas. Ana ikkita qizlardan qochib kelib, shunaqa maza qilib uxladim. Ana shu kichkina joyga sig'dim. Bugun ham qolaman, ertaga ham, indinga ham. Shu yerda yashaymiz. Tavba qildim. Nima qildi? Ketdi desam, o'zing ketmayapsan-ku. O'zing majburlayapsan qolishimga. Men jinniman desam, siz mendan ham jinni ekansiz-ku. Endi bildingmi? Xullascha, yo'q desang ko'tarib olib ketaman. Tushundingmi? Bo'ldi, yig'ishtir endi. Tushunarli? Borishga qo'rqyapman. Bir uyimizda ajinalar bor-da, qo'rqasan. Ajinadan yomoni bor. Ajina bo'lganda ham qo'rqmas edim.
Uyimizdan hamma ajinalar qochib ketgan shulanadi. Xo'p, mana sen ham sekin-sekin mana shunaqa qilib jahlingni ko'rsatib tursang, o'ziga kelib qoladi. Sal qoldim yana do'pposlashiga. Kuchim yetmasdi ularga. Bo'pti, ketaylik. Bor, kiyimingni yig'. Bo'l. Mana shu yerdan hozir ko'tarib olib ketaman. Nima, ishonmayapsanmi menga? Bo'pti, odam sharmanda qilmang. Bo'l. Voy, xudoyim-ey. Bilardim o'zi. Voy, nima? Bo'pti, xo'p, bor. Hali ham shu yerdamisan? Bor. Voy, men sizni Hozir ko'tarib olib ketaman hozir, bo'l. Bilardim. Borishingni, jon deb borishingni bilardim. bo'ldi, bormayman. Ha, bo'pti, hazillashdim. Hozir. Voy, Assalomu alaykum. keling bola. Va alaykum assalom. Men ichki ishlardan Azimov bo'laman. Izzat uydami? Izzat yo'q edi uyda. Tinchlik bolam, nima bo'ldi? Kelishi bilan bo'lmasam, Shayxon Tohir ichki ishlarga o'tsin. Nimaga o'zi? Borganda gaplashamiz. Mayli, xo'p. Xo'p. Nima bo'ldi ekan? Alo. Alo, Ha, oyi. Izzat? Labay. Ey, kevasalam o'zi? Ha, oyi. Boryapmiz. Tinchlikmi o'zi? Hozirgina ichki ishlardan kelib seni so'rashdi. Rovdiga borar ekansan, Shayxon Tohir tumaniga. Obbo. Anu Aziz menimcha ustimdan yozib o'rgan. Nimaga? Kecha urdim. Qanaqa Aziz yana? Opaqayning o'g'limi? Ha, o'sha. Jonga tegdi o'sha ham. Nimaga urding o'zi? Asalni tinch qo'ymayapti. Ishqilib qattiq urmovmiding? Ha, yo'q. Nimaga yozibdi unda? Barmog'ingiz tegsa ham yozar ekan u. Kelasanmi? Ha, bo'pti. Boraman hozir. Xotining keladimi? Ha, hozir boramiz. Bo'pti, Olib boryapman bora uni ham. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Asal. Bo'la qol, tushyapsanmi? Ha, mana. Bo'l. Voy. Anu ustimdan yozgan menimcha. Kim? Aziz. Uyga ichki ishlardan odam ketdi. Voy. Hozir kelibdimi? Bo'pti, ketdik. Bo'pti, yuring. Zamira, Kuzatib qo'yaman, opa. o'tiring. Go'zalim, chiqyapsanmi? Ha, chiqdim. Qayoqqa shoshyapsiz? O'zing-ku? Toqqa boramiz deding. Men aytmadim. Siz aytdingiz-ku. Ketdimi? Hozir shunday ishimni hal qilib olay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Turdingizmi? Turdim. Yogaga boring. Xo'p, men pulini to'laganman. Bekorga puli ketmasin. Tog'am quvvatdilar. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom, jiyan, yaxshimisan? Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, bu ne jim bo'lib ketding? Yer olmaydigan bo'ldingmi? Yo, nega unaqa deysiz? Ha, menga pul kerak edi, o'shanga nima qilishni bilmayapman. Ha. Agar sizga zarur bo'lsa, bugun borib berib yuboraman. Qatga. Shunaqa qilgin, jiyan. Yer hal qiling. Xo'p. Bugun unda ko'rishamiz, tog'a. Bo'ldi, kutaman. Qayerga bugun borasiz? Toqqa chiqamiz dedingmi? Tog'amnikiga boramiz. U yoq ham tog', bu yoq ham tog'. Siz o'rganib qoldingiz bahonada. Bir o'q bilan ikkita quyonni. Menimcha keldi o'sha qiz. Qarab keling. Men tushunmadim. Sen yogaga bormoqchimisan? Ha, Go'zal opa tayinladilar-ku borishimni. Ha, Go'zal opang bilmaydi-ku.
O'zi bolani zo'rg'a saqlab qo'ygan bo'lsang. Nima qilay unda? Sen borib so'ragan. Yo'ga mumkinmi, mumkin emasmi? Bo'lgan voqeani aytib bergan. Men boladan ham ko'ra seni sog'lig'ingni o'ylayapman. Mayli, borib so'rab ko'raman. Tog'amni oldiraliga borasizmi? Mayli, salom ayting. Xo'p. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Siz bilan gaplashdimmi? Ish bo'yicha kelgandim. Ha, men go'zalman. Lekin sizni kichkina qiz deb o'ylagandim. Marjona menga kursdoshim degandi. Yo'q, Marjona meni qizim bilan kursdosh. Ha, mayli, Ha. keling. Keling. Mayli, rahmat. Voy, Shahboz aka shoddanmidingiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Choy ichdingizmi? Yo'q, ishdan ortmadim. Shoshib chiqib ketuvdim ertalab. Qarang, men nima pishirdim. Nima ekan? Yeb oling issiqini. Oo, bilinchik. Qayerdan bildingiz meni bilinchik yaxshi ko'rishimni? Bilmasam, taxmin qildim. Juda mazali-ku. O'zingiz qildingizmi? Ha, Qolganlarni ham yesam maylimi? hammasi sizga. Rahmat. Alo, Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz Ayub boyismisiz? Voy, o'g'lingiz-chi ichi ketib, isitmasi chiqyapti, kelib olib keting. Doktorga olib boring uni. ertalab yaxshi edi-yu. Bilmasam, nimadir Bo'ldi, yoqmagan hozir narsa boraman. Hm, tinchlikmi? O'g'lim bog'chada ichi ketib qopti. Isitmasi chiqayotgan ekan. Kelib olib keting deyapti. Feruza opa? Ha, O'g'limni mazasi bo'lmayotgan ekan. Bog'chaga borib olib kelishim kerak ekan. Maylimi? hop, borib keling. Xo'p, rahmat. Feruza opamga aytib qo'ydim. Men borib kelay, doktorga olib boray. Keyin ishga kelasizmi? Bilmayman endi. Doktorga borib ko'ray, nima deydi? To'xtang, bo'lmasa o'zim olib borib kelaman. Bu yerda ish ham yo'q hozir. Yuring. Oyi, Ha, telefoningiz. Kenayam qilyaptilar. tushunman. Mana oyi, men. Alo. Opajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nigina qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bolalar yaxshimi? Yaxshi bolalar yurishibdi. Opajon, qarang, pirog qildim-da. Shunga o'qiyapman-ku. Xo'p. O'shanga pirog yarmini taksidan chiqarib yuboryapman. O'shani olib qolasizmi? Voy, malades. Qalay, qiynalmayapsizmi? Suvlarda? Yo'q, hozircha hammasi yaxshi. O'zingiz tuzukmisiz? Bolalar yaxshimi? Bolalar yaxshi, o'zim yaxshiman. Voy, opajon. Eshitdingizmi? Daryo opa 2 qat ekanlar. Qanaqasiga 2 qat bo'ladi? Voy, eri bilan yashamaydi-ku. Men ham eshitib hayron qoldim, lekin ular erlari bilan yarashgan ekan-ku. Borib kelib yurgan ekanlar yonlariga. Voy. Homilador ekanlar. Endi birin-ketin tug'irganmiz hammamiz. Qanaqasiga? Siz joyidami? Nima deyapsiz? Mana kasalxonadan chiqdilar-ku. Oyjon aytdilar, endi o'zingni ehtiyot qil, og'ir narsalar ko'tarma. Yana tag'in bolang tushib qolmasin dedilar-da. Oyimmi? Ha. Voy, tavba. Men xabarim yo'q. Voy, eshitmaganmidingiz? Yo'q. Bo'pti opajon, pirog chiqarib yuboryapman. Ovolarsiz-a? Ha, xo'p, mayli.
Qanaqasiga? Voy. Nima, oyi? Hech nima? Kim ilk xat aka? Xolam ilk xat ekanlar. Nima esa bunaqasi, Shahina? Dunyoda bitta daryo bormi? Yosh qizsan, qiziqormagin. Kattalar gaplashayotganda quloq solmaydi, uyat bo'ladi. Qiz bolaga yarashmaydi. Assalomu alaykum Feruza opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Ha, rahmat. Savdo qanaqa? Bo'ladi. Ha, yaxshi. Amallayapmiz. Yangi qizimiz keldimi? Voy, bolasi kasal bo'lib qopti. Bog'chadan telefon qilib chaqirishdi. Feruza opa, Yugurib o'sha yoqqa ketdi. nimaga bunaqa ekan ishchilar? 2 kun ishlaydi-da, keyin boshlaydi qilig'ini. O'shaning uchun ham men bolalikni oyim kelmaydi ishga. To'g'ri. Shahboz ko'rinmaydi? Shu yerda yuruvdilar. Men ko'rmadim lekin kirishim bilan qaradim. Bilmasam. Mayli. Siz do'konga qaravering. Men hisob kitoblarni qilib, keyin yana gaplashamiz. Xo'p, mayli. Allo? Oyi. Ha, Layla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Daryo ikki xat ekanmi, oyi? Voy, sen qayerdan eshita qolding? Darrov keling telefon qilib shuni ham senga aytdimi? Voy, keling bilarmidilar? Sen qayerdan eshitding? Keliningiz aytdi. Obbo. Bu kelini dastidan uyda siram bekitolmas ekansan-de. Yo'q, rostdan ikki xat ekanmi? Ha, 2 qat. Eri bilan yarashibdi. Erini yoniga borib kelib, bo'p qopti. Endi nima qiladi? Oldirmaydi-yu tirik bolani. Voy, oyi, u jinni erini kechiribdimi? Endi nima qilasa? Eri ko'z ochib ko'rgani, bolalarini otasi. Voy, oyi, urush bermadingizmi? Voy, Layla, boshim ortmagin. Nima qilyapsiz o'zi? Endi ishga keldim. Keyin gaplashaylik shuni. Tinchgina ishlayishda men. Xo'p. Ha, bo'pti. Kuyovingiz nima qilyapti? Ha, yuribdi, ko'rmadim lekin. Yurgandir qayerdadir. Mol. Nimaga? Asabimga tegayapti shunlarda. O'zingni ham-chi, tiling yomon. Nima bo'lsa, tilingdan ko'r, o'zingdan ko'r. Bo'pti. Xo'p. Ali aka, ketdikmi? Ha, seni kutib Men ayolga hamma yo'lni tanishtirib chiqdim. Shunda qoldirmayman-ku. Yuring, ketdik. Birato'lasi Daryoni ham tashab ketamiz. Xo'p. Daryo? Daryo? Ha? Yuring, sizni yogaga tashab o'tamiz. Bolalar-chi? Uyda odam bor-ku, 2 soatda qaytasiz, hech nima qilmaydi. Mayli, kiyimlarimni olib chiqay. Yur, go'zal. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom, bola. Keldik. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi qizim? Rahmat, o'zingiz Jonim bola. Boshqa unaqa qilmang. Xo'p, oyijon. Bu qizlarni endi uchalamiz amallab tarbiyalaymiz. Xo'pmi? Amallaymiz. Bola. Sen tezda Rovdiga borib kelgin. Ha, aytgancha. Bo'pti, men ketdim. Azimov degan odamga uchrar ekansan. Ha, ana u kuni telefon qilganda. Ha, telefon qilgan bo'lsa, nomeri bor ekan. Borib qo'ng'iroq qilasan-da, qaysi xonadaligini bilasan. Xo'p. Bor. Meni ham ko'nglim xotirjam bo'lsin. Xo'p, sizlar yaxshi o'tiringlar. Xo'p, bor bola. Hech qayerga qo'yavermang. Yo'q, endi qo'yvormayman. Boylab qo'ying buni. Bo'pti, yaxshi borib Xo'p, kel. Yaxshi borib kel. Yuring qizim. Yaxshimisiz, O'zi yaxshimisiz? Keling. Charchamadingizmi? Qizlar qani, oyijon? Qizlar uyda? Voy! Kelin poshsha kelibdilar-yu. Hey, O'zi kelar yor. O'zi ketar yor. Voy, ana buva xizmatingizni qilishga kelibdilar-yu.
Bu yoqqa kel yonimga. Ha? Bu nima qiliq? Nima qilyapsiz? Baqirma. Bu seni onang bo'ladi, tushundingmi? Nima qilyapsiz? Nima bu baqir-chaqir buvi? Nima bo'ldi? Mani onam emas bu. Hech qachon onam bo'lmaydi. Bo'ldi. O'chir ovozingni. Urdingizmi? Kerak bo'lsa uraman. Seni ham uraman, tushundingmi? Sizni haqqingiz yo'q bizani urishga. Ikkoving ham haddingni oshding. Buvi, nima buvi? Bu bizani uy. Xohlasangiz keliningizni olib keting. Biz hech qachon ona demaymiz buni. Oyijon, ko'rdingizmi? Bu uyda men qanaqa qilib yashashim mumkin? Eting, qanaqa qilib? Bular meni hech qachon qabul qilmaydi. Bola. Xavotirlanmang. Kerak bo'lsa, bugunoq ularni olib ketaman. Sizlar tinch yashaysizlar, maylimi? Bo'pti, xavotirlanmang, xo'pmi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yoshda, ular ham o'ziga kelib qolar, xo'pmi? Yuring, bola. Xo'p, puli bormikan? So'radingmi? Bilmasam, so'ramadim. Uyga qanaqa qilib yetib oladi u? Yetib olar. Namuncha o'ylayverasiz, daryoyingizni? Nima qilyapsiz? Hozir pul berib keling. Menga qara. Suvda avtobusda yurmagin. Puling bormi? Bor. Men pulni olib qo'y. Xo'p? Mayli, rahmat. O'zingni ehtiyot qil. Bo'pti. Ko'rishguncha. O'tiringlar. Sevinch. Labey, Muslima keldilarmi? ha, keldilar. Chaqiraymi? Yaxshi bo'lardi. Hozir. Muslima, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qarang, homilam tushib qolishiga sal qoldi. Shunga biroz qo'rqyapman. Yogaga qatnashaymi, yo'qmi deb. Agar unaqa bo'lgan bo'lsa, o'zingizni asrab turganingiz ma'qul. Tug'ishga yaqin kelsangiz, tug'ishingizga osonroq bo'ladi. Ha, mayli. Unda kelishimdan avval sizga qo'ng'iroq qilaman. Rahmat, Sevinch. O'zingiz bilan ovolavering, kiyinib chiqing. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling. Uyimga borgan ekansiz? Tinchlikmi?
Siz bilan 3-4 kun oldin gaplashuvdik esingizda bo'lsa. Xo'p, ha? Madinani masalasi bo'yicha. Xo'p. Topildimi? Afsuski, murdasi topildi. Rohat ko'lida. Qanaqasiga tushunmadim. U o'zini o'ldirdimi yo? Endi buni tegiga yetamiz. O'zini o'ldirganmi? O'ldirishganmi? Onasini aytishi bo'yicha Madina siz bilan yaqinroq bo'lgan ekan. Ular sizdan gumon qilishyapti. O'zim hozir eshitib turib, o'zim hayron qolyapman. Nima deganingiz bu? Axir Madina men homiladorman deb yig'lab keldi. O'zicha shantaj qildi. Ota-onam bilsa, akalarim bilsa o'ldiradi. O'shanga boradigan joyim yo'q, yo'q. Uyni mo'ljallab 2-3 ta uyim borligini bilardi u. Xo'p dedim, mayli dedim, farzanding uchun, qornida farzandim bor degani uchun, mayli dedim, farzandim ko'chada qolmasin deb yordam sifatida mana o'sha haligi kvartirani berdim unga. Shu? Xo'sh, ekspertiza natijalariga qaraganda, u homilador bo'lmagan. Homilador bo'lmagan? Xuddi shunday. Xullas, sizga bitta yaxshi maslahatim. Xo'p. Siz o'zingizga bitta advokat oling. Endi bu yog'i tekshir, chaqir bo'ladi. Mana bugun chaqirganligim to'g'risida, Madinani tanishligingiz to'g'risida qachon oxirgi gaplashganingizni hammasini yozib bering. Mayli, bemalol. Alo. Ada. O qizim. Kelayotganingizda banan bilan qovun olib keling. Xo'p. Ko'proq banan oling. Xo'p qizim. Boshqa narsa kerak emasmi? Yo'q, bo'ldi, shu yetadi. Bo'pti, xo'p. Ha, nima bo'ldi? Ukol qildi. Kecha menga. Dori olishimiz kerak yo'ldan. Achon qil. Ketdik bo'lmasa, dorixonaga kirib chiqaylik. Zamiraxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldoqchi qiz ekansiz, a? Nega unaqa deysiz? Tushlikka chiqmayapsiz? Bizda ishxonani o'zi tushlik beryapti, shuning uchun. Nima qilibdi? Qizlar bilan chiqinglar, mehmon qilaman. Xo'p, aytaman qizlarga. Yaxshi. Kiyimim tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor bo'lgan sizniki. Mana. Voy, rahmat. Xo'sh. Bugun nechida ketasiz? Bugun vaqtliroq ketaman. Chunki do'konimga borishim kerak. Tashab qo'yaymi? Ha, yo'q, shart emas. Siz ishdan qolmang. Siz bunaqa hadeb meni o'rgatib qo'ymang. Nima qilibdi? Siz menga tekin taksi bo'lib qolasiz. Mayli. Bog'xonada Hadicha bilan Samandarni ko'rib kelaman. Xo'p. Bugun o'zim ketaman. Rahmat. Ha, pulni menga yozib qo'yarsiz-a? Biz o'zi xo'jayin bilan kelishib olganmiz. Aytdilar sizni. Yaxshi. Xo'p. Mayli, ko'rishamiz. Rahmat. Xo'p, mayli. Yaxshi boring. Xo'p.
Alo. Alo Daryo. Ha? Layli, yaxshimisan? Yaxshimisan o'zing? Nima qilyapsan? Uydaman. Ha, seni sog'inuvdim, bormoqchi edim. Mundoq opam bor deb ham eslamaysan-mi? Ha, o'zing qishloqda qolding-ku. Qayerdasan? Lokatsiya tasharsan balki. Akenikidanmisan? Ha, shu yerdaman. Kelaman desang bemalol. Bo'pti, tashab qo'yib boraman. Mayli. Shahina, Xo'p, ukalaringga qarab tur. Men hozir 1 soatda kelaman, xo'p? qayoqqa ketyapsiz? Voy, sen meni qaydanamsan, ha? Qayoqqa ketyapsiz? Nimaga ketyapsiz? Adamdan so'radingizmi? Shahina, kechadan beri shunaqa asabimga o'ynayapsan, adang keling. Senga yana aytibman, so'ramayman. Senga achot bermayman. Oyi, asabiy bo'lib qopsiz. Ha, bo'laman-de. Mana 3 ta bola. Ading bor, kamiga buving bor. Ha, bo'laman-de. Men bitta o'zimman. Ichki xotirjamlik his qiling, oyi. Dori iching. Spaga boring. O'zingizni seving. Unaqada kasal bo'lib qolasiz. Yo'q-e. Ichki xotirjamlik sen qatan bilasan? Kino ko'ring. Sen oxirgi paytda juda ko'p kino ko'rib yording. Shu televizorni o'chirtiraman. Undan ko'ra o'tirib kitobingni o'qi. Darsingni qilgin. Telefondan boshingni ko'tarmaysan, televizordan boshingni ko'tarmaysan. Mana. Telefonda audio kitob o'qisa bo'ladi. Sen telefonda ham kitob o'qimaysan. Anu, bir narsalar qilib o'tirasan-u. Shakina, asabimga tegmagin. Ovqat tayyor. Bolalarni qorni ochsa, ovqat berasan. To'polon qilmasdan bolalarga qarab o'tirasan, xo'pmi? Xo'p. Tushundingmi? To'polon qilmanglar, opangni aytganini qilgin, xo'pmi? Xo'p. Ketdim men, kelaman. Voy. Svet o'chib qopti. Rahmat Shahboz aka. Svet yoqish kerak-ku. Yo, mayli, 1-2 kun amaliymiz. Voy, qorong'ida o'tirasizlarmi? Pul yo'qmi Svetga? Yo, oxirgi pulimni doktorga berdim. Yaxshiyam dorini siz olib berdingiz. Voy, dori mashinada qoldi-yu. Voy, xayolim joyida emasdi. Hozir olib kelaman. Menga qarang. Svet shotini nomerini yozib turing. Mana shundan pul o'tkazib olsangiz bo'ladi. Voy, Xijolat bo'lmang. 300 mingmi, 400 mingmi tashing? Qancha ketadi? yo, 50 ming yetadi. Yo, siz tashlavering. Keragicha. Konditsioner yoqasiz. Kunni suvligini qarang. Konditsioner tez yeb tashlaydi. Hozir dorini olib kelaman. Xo'p. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisan qizim? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, keling. Oyi! Xolam keldilar. Voy, qanaqasan bolam? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Zo'rmi xola uyimiz? Zo'r. Layli. Voy, Daryo. Yaxshimisan? Qanaqasan? Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qanaqasan? Rahmat. Voy, uylar dahshat-a? Akam shunaqa boymikan? Ha, shunaqa. Ma, ol. Ol qizim. Nima qilib oborib yuribsan? Voy, oborasi bormi? Bolalarga shirinlik oldim. Nima gaplar o'zingda? Yaxshimisan? Sog'lig'ing joyidami? Kelarmikin akam? Bilmasam. Ular qishloqqa ketishgan. Sen yurchi, senga bir gaplar bor. Yur, qayerga kiramiz? Yur bu yerga.
Xo'sh, Daryo xonim. Qani o'tir. Mendan bekitgan sirlaringizni ochasizmi? Voy, qanaqa sir? Yangilik eshitdim. Nima ekan? Homilador ekansan. Erimni kechirdim. Ko'rishib turibmiz. Aybim tug'maganim bo'lsa, ajrashamiz. Men sizga 5 yil avval aytganman. Ajrashamiz deganman. Madinani murdasini topishibdi. Lekin qizig'i bilasizmi nima? Homiladormas ekan. Bolasi tushib qolishga sal qoldi, xudo asradi. Qachon? Voy, aytmadimi? Ikkalasini urishtirib qo'yamiz adang bilan-da. Qanaqa qilib? Endi sizni eringiz boy, Go'zalxon. Sizni eringizga osilishi mumkin. Bu iplosdan lekin ko'p narsa kutsa bo'ladi. Shunaqalikka shunaqa qo'limga tushsa-da.